Har 26 soniyada Yerning sirli yurak urishi takrorlanadi. Olimlar haligacha buning sababi nima ekanligini bilishmaydi. Voynich qo'lyozmasi: hech kim o'qiy olmagan kitob muallifi aslida kim? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Siz hozir insoniyatni asrlar davomida hayratga solib kelayotgan eng sirli hodisalarga guvoh bo'lasiz. Bu video sizni sayyoramiz yuragining yashirin ritmi va hech kim o'qiy olmagan qo'lyozmaning sirli olamiga olib kiradi. Diqqat bilan tomosha qiling. Bu ilm-fan hali ham javob topa olmagan jumboqlar haqida. Har 26 soniyada Yerning tubidan zaif tebranish chiqadi. Uni hech kim sezmaydi. U zilzila emas, u falokat ham emas, ammo u olimlarni chalg'itib, yillar davomida o'ziga rom etgan. 1960-yillardan beri olimlarni har 26 soniyada sodir bo'ladigan sirli seysmik impuls qiziqtirmoqda. Gvineya ko'rfazida paydo bo'lgan ushbu izchil silkinish odatiy seysmik faolliklardan farq qilardi. Discover jurnali ma'lumotlariga ko'ra, 1960-yillarning boshlarida Jek Oliver ismli geofizik o'sha paytda mavjud bo'lgan qo'pol seysmik uskunalar orqali g'ayrioddiy ritmik signalni payqadi. Jek ushbu signalning kelib chiqishi ekvatorial Atlantika okeanida ekanligini va bu yerda u davriy holda yilning ma'lum vaqtlarida kattalashib borishini aniqladi. Bu Jek Oliverning inqilobiy topilmasi bo'lsa-da, o'sha davrdagi seysmik texnologiyaning cheklovlari signalni to'liq tekshirish imkonini bermas edi. Shu bois mazkur topilma bir necha yillar davomida deyarli unutilgan va shunchaki ilmiy qiziqish bo'lib qoldi. 2005-yilga kelib Colorado Boulder universiteti tadqiqotchilari ushbu o'ziga xos hodisaga qiziqishni kuchaytirdilar. Seysmolog Mayk Ritzvoller va uning hamkasblari yanada sezgir va zamonaviy uskunalar bilan seysmogrammalarda har 26 soniyada bir xil signalni aniqladilar. Ular ushbu signal manbasini G'arbiy Afrika qirg'oqlaridagi Gvineya ko'rfazida deb o'ylashardi. Biz g'alati, izchil va qat'iy narsani ko'rdik, dedi Ritzvoller bu impulsning o'ziga xos xususiyatini ta'kidlab. Noqonuniy va hodisalarga asoslangan odatiy seysmik faolliklardan farqli o'laroq, bu silkinish nihoyatda bir xil edi va zilzilalar yoki tektonik harakatga aloqasi yo'q edi. Olimlar impulsning kelib chiqishini tushuntirish uchun ikkita asosiy farazni taklif qilishdi. Birinchisi okean to'lqinlarining rezonansi. Ushbu nazariya shuni ko'rsatadiki, katta to'lqinlar qit'alarning sayoz suv osti chekkalariga urilganda, ular yer qobig'ida zaif seysmik signallarni keltirib chiqaradigan bosim o'tkazadilar. Bu uzun stolning bir chetiga tegib, ikkinchi uchida tebranish hosil qilishga o'xshaydi. Ushbu nazariya signalning mavsumiy ravishda, ayniqsa okeanlar ko'tarilganda kuchayishi haqidagi kuzatuvga mos keladi. Ammo 2013-yilda xitoylik tadqiqotchilar tomonidan taklif qilingan yana bir gipoteza ham bor edi. Ular aslida yangi tushuntirishga ishora qildilar. Vulqon silkinishlari Gvineya ko'rfazining bir qismi bo'lgan Bonni ko'rfazida joylashgan San-Tome vulqon oroli tadqiqotchilar tomonidan potensial epitsentr sifatida aniqlangan. Bu esa orolning geologik jihatdan signal manbai yaqinida joylashganini ko'rsatadi. Biroq hozircha vulqonning kelib chiqishi aniqlanmagan va hech qanday otilishlar yoki magma oqimi Yerning yurak urishi ritmiga mos kelmagan. Sayyoramiz yurak urishining aniq sababi butun dunyo bo'ylab geofiziklarni o'ziga jalb etuvchi hal qilinmagan jumboq bo'lib qolmoqda. Siz bu jarayonni tasavvur qila olasizmi? Yengil, davriy va inson ko'ziga aniqlanmaydigan har 26 soniyada yer qobig'ining chuqur qismida zaif seysmik impuls paydo bo'ladi va bu tebranish shaharlarni vayron qilmaydi yoki boshqa bir turdagi zararlarni keltirib chiqarmaydi.
ammo butun dunyo bo'ylab seysmologlar va geofiziklarni hayajonga solgan holda to'xtovsiz davom etadi. Yerning 26 soniyalik zarbasi falokatning xabarchisi bo'lmasa-da, bu sayyoraning ichki ritmlarini bizga eslatib turadi. Ba'zi tadqiqotchilar bu Yerning umumiy seysmik tuzilishidagi kichik anomaliya bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Boshqalar esa bu impulsning nima ekanligini aniqlash Yerning okeanik yoki vulqon tizimlaridagi yashirin mexanizmlarni ochib berishi mumkin deb hisoblashadi. Texnologiyaning rivojlanishi va ma'lumotlarning aniqlanishi bilan kelajakdagi tadqiqotlar ushbu hodisaning kelib chiqishini oxirigacha tushuntirishi mumkin. O'sha vaqtgacha esa u dengiz tubida va oyoqlarimiz ostida har 26 soniyada takrorlanadigan sir bo'lib qoladi. Agar sizga sirli ilmiy jumboqlar, haligacha yechilmagan hodisalar haqida videolar yoqsa, bizga like bosing, fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada ko'proq hayratomuz sarguzashtlar sizni kutmoqda.